Bolali massaji to'g'risida ota-onalardan ko'p beriladigan savollar. Birinchisi, bolamni son chiziqlari 2 xil, bu xavfli emasmi deb so'rashadi. Bolani qachon son chiziqlari 2 xil bo'ladi? Bu ikkita ma'noda bo'ladi. Birinchisi displaziya belgilari, ikkinchisi bu mushak holati. Buni ortoped shifokorga olib borish kerak. Unda displaziyasi bormi yo'qmi aniqlab beradi va massaj mutaxassisiga olib borib massaj olish kerak. Ikkinchi beriladigan savol, bolam to'g'ri yo'lda ham yiqilib tushadi. Buni sababi nima? Bola to'g'ri yo'lda ham yiqilib tushadigan bo'lsa, buni oyog'ida ortopedik patologiya bo'lishi mumkin. Uni massaj mutaxassislariga yoki ortoped shifokorga murojaat qilish kerak. Uchinchisi, eng ko'p beriladigan savol, massajda bolam yig'layapti, og'riyaptimi, massaj og'riqli bo'ladimi deb savol berishadi. Yo'q oyijonlar, massaj og'riqli bo'lmaydi. Shunchaki bola o'zini noqulay his qilishi mumkin. Begonasirab ham bola yig'lashi mumkin, lekin massaj yoqimli bo'ladi, og'riqli bo'lmaydi. 4-savol, bu ham ko'p beriladigan savollar. Chaqalog'im bitta tomonga ko'p qaraydi, boshqa tomonga qaratib qo'ysam, umuman qaramaydi. Bu nimadan bo'lishi mumkin deyshadi. Bu rodovoy travma bo'ladi. Bo'yin qiyshiqligi bolalarda bu tug'ma bo'lishi mumkin yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Hozir ko'p yosh onalarimiz chaqaloqning bo'ynini shunaqa holatga keltirib qo'yishadi. Bunda bolani ko'proq qorniga yotqizish kerak. Qarayotgan tomoniga emas, qaramayotgan tomoniga qaratishga harakat qilish kerak. 5-savol, bitta massaj kursidan keyin bolam yaxshi bo'lib ketadimi deb savol berishadi. Bu bolani to'liq diagnostika qilgandan keyin bilinadi. Bir xil holatlarda bola sog'lom bo'ladi, ular massaj olish shart emas, lekin nevrologik, ortopedik kasali bor bolalarda 2, 3, hattoki 5 kursgacha massaj olishi shart va muhim.